yo'q omadchanlar sizlar bugungi videoda serial olamiz va maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Unda videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lamiz va layklarni bosib tashlaymiz. Mana qarang, qo'l-qo'llayapti, shunaqa yo'xshab bosib tashlaydi. Maylimi? Kanalimizda ko'p videolar chiqishini xohlasanglar, videoga bittagina layk va podpiska bosib qo'yinglar, obunachilar. Unda videoni boshladik. Do'stlar, nima qilishni bilmayapman, shunaqa so'q bo'lyapti. Mayli, endi nima qilaman? Nechukram bor, qani bitta kimlar nimaga yo'qotgan, hozir ozgina kutamiz keladi. Hozir mana bitta kreslo bor. Mana bitta yana o'tdi. Hozir kelishini kutaman. Mayli. Voy do'stlar, voy ketdim. 2 minut o'tdi bor. Ne? Ya, assalomu alaykum. Okay. Keldingiz. Va alaykum assalom. Hozir mana 400 ish bo'ldi. To'g'ri. 2 izumrud. Nima? 2 izumrud. Menda 2 izumrud. Ketdim, chizga menga qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi bular? Obunachilar aytib qo'y, bu shaharga yaqinda ko'chib keluvdim, shunga serial olaman deb qoldim. O'zimchalik. Qani hamshirlikcha nima bor ekan? Voy, oltin olma bor ekan. 5 ta go'sht mazza endi. Izumrud bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Mayli endi. Qo'rqoqdan biromiz. Obunachilar, mana shu video serialimni sizlarga ketaman hozir. Boy joy qayerda esimda yo'qdi. Bu emas, qiziqardi. O'zimga. Qani bu egasi kelishini kutaman. Yana 2 minut kutaman. Mayli, obunachilar nima? Obunachilar egasi keldi ekan. Voy, assalomu alaykum. Siz boy odamsiz-ku? Ha, maşallah. Nima bu yoqqa keldingiz? Ana uyquda o'tirdim, necha stakka. 1 stakka. Oy, 1 stak emas, 2,5 stak. Nima toming ketdi? Hozir toming ketib qolganmi sana? Menga qara, tekinga berasan. Nima kerak bo'lsa o'g'ilning, mayli, xayr. Qotilatiganmi buni? Ko'rmadinglar deb tasavvur qilinglar, bo'ldi. Bo'ldi, bu menga kelib cho'qladi bu aka. Voy, mazza ekan. Menga basirlarda cho'qladi. Voy, uzr, qotib qolyapti. Voy, mazza. Voy, mazza qildi. Hozir qanaman bu? Sundaga nima bor ekan? Voy, o'tinmasaganmi sundaga? Endi ochildi, hech bola yo'q. Mana hozir do'stlar, ozgina kutinglar, men hozir mebel zakaz qilaman. Mayli unda, xayr. Siz to'xtab turinglar. Obunachilar mana zakaz qildim. Mana ketdi. Ana va ajoyib narsalarda qimmat ekan bular. 31 stak pulim ketdi. 31 danmi? 31 izumrudim ketdi. Shuni halol ishlab topgan pulim. Mayli, endi uy jihozlashga ketdimmi? Yo'q, menga kerak emas bu. Qanaqa? Mana bitta qavatini
bitta o'tirib olib mazza qilib ko'rib o'tiraman. Keyingicha Bakka joylashtirsam bularga. Mana. Yoqqa joylayman. Voy, solmaydi-yu. Ana o'zimdan nima bor ekan. Qadr qo'yaman deydi. O'zim bilan bitta blok olaman menda. Mayli, Mahmudda o'tirib o'ynab o'tiraman. Bo'lmaydi bo'pti. O'ynab o'tiraman nima. Endi nima qilish kerak ekan. Mana turamiz. Mana qo'ysam bo'larkan. Yo'q, birinchi menga ko'proq kamlik turibdi. Bularga mundan bo'ldi. Ana buni qo'shib, mana ulaydi qaraylar ko'rib. Bitta o'tirib o'ynayman mazza qilib. Hozir mana yoqqa bittadan bu yoqqa. Buni bu yoqqa bittagina kamera. Bunga kerak emas. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi, endi zo'rdir. Mikrofonni buni yoniga qo'yib qo'yamiz. La endi pastga tushaman. Mana. Mana bu o'rnida kerak bo'ladi. Tuvaletni bu aytgan kirka zakaz qilish ham esimdami bu? Yaxshi, sinaqa tez. Qo'limni anaqa nima bu? Mayli. Hech balo qilmaydi. Buni bu yoqqa bo'lmagan. Qo'ynan bu yoqqa bo'ldi. Endi tualetdan qo'ymaydi. Qaqqa qo'yishi bilmayman. Mana mavzuni tashiman chaqqib buni. Mana bittasi sinadi xolos. Sinadi yaxshi sindi. Mayli, masjid uxlashga. Namazza qilib uxlayman o'zimni. Mayli, ertalab tushaman. Obunachilar ertalab bo'lib ketdi. Qani, unda mana o'ynab o'tirishga ketdim. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz, yaxshi. Menga pistolet yoqtiraman-da. Obunachilar video shu joyda ko'radi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan MCT bo'ldi obunachilar. Buni qismlarigacha bor, bu 10-qismgacha chiqadi albatta. Agar o'sha likelarni bosib, podpiska bosib qo'ysangiz, mana shu anaqa qancha ko'p podpiska bossanglar, bu serialni qolgan qismlari shunaqa tez chiqadi, sizlar sezmay qolasizlar. Shunaqa tez chiqaraman, unda mayli, xayr, obunachilar. Sizlar bilan MCT bo'ldi. Mayli, xayr.